Jamila, asalim, men aytib turaman, yozib ol. Kim ulgurmagan bo'lsa, yozsin. Tormiz deverganimizda rosa yig'lardi. Ha, keyin uni yarim kun ovutardik. Qachon qarasa, tushunmaysan, bilmaysan, deya urishadi. Men tushunmayman emas, men hali o'ylashni tugatmagan bo'laman, o'rtoqlar. Hammasi xafa qilaveradi. Men sababli ular mavzuni 2 marta eshitib, yaxshi tushunib oladi-da, yana meni masxara qiladi. Endi men ham jinnini yoqaman. Tushunmasam ham tushundim. Doskadagilarni o'chiraveringlar, deb o'tiraman. Nishonami? Xuddi o'zi. Uni bekorga nishon demasdik. Gaplari o'xtak edi o'zi ham. Ortiqcha gap gapirganni ayamasdi, esingdami? Sinfdagi yigitlarning ko'pchiligi uni yoqtirardi, ammo borib gapirishga ularda duh yetishmasdi. Biologiyadan uyga vazifani. Gapingni 2x tezlikka qo'yib tezroq gapir. Hayotimni senga sarflagim kelmayapti. Men ustoz 2 marta tushuntirganlarni ham tushunmadim, sen tushuntirib bergin. Sening miyang yuklanguncha men maktabni bitirib pensiyaga chiqib ketaman. O'rtoq, tezlash. Sashaning ko'zlaridan qo'rqardim, to'g'ri. Sen bilan ko'k ko'zdan qo'rqardik, lekin qizlar soatlab mahliyo bo'lib qarab o'tirishardi uning ko'zlariga. Assalomu alaykum. Sizga blitz savollarim bor. Ularga javob bersangiz? Bemalol, istagan savolingizga javob berishga tayyorman, bloger xonim. Ko'zlaringiz nega buncha ko'k? Dengizga ko'p tikilganman. Rangi yuqib qolgan. Ko'pchilik Sashaning ko'zlarining rangi haqiqiymi deb so'rashadi. Yo'q, ertalab Photoshopda to'g'irlab olaman. Sizga eng ko'p beriladigan savol qaysi? Linza taqqanmisiz deb so'rashadi. Ha, tug'ilganimda taqib qo'yishgan, yechib bo'lmayapti deb javob beraman.